Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, sizlar bilan yana Display Community. Bugungi darsimizda sizlar bilan rasm qo'shamiz. Kelinglar. Demak, vazifalar ro'yxatimiz bor. Vazifalar ro'yxatimizni iloji boricha biz nima qilishga harakat qilamiz? Foydalanuvchi uchun qiziqarliroq va ularga ko'ziga chiroyliroq ko'rinishi uchun interaktiv usulda qilishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun kelinglar, bugungi darsimizda sizlar bilan vazifamizga rasm beramiz. Ya'ni bugungi darsimizning asosiy maqsadi rasmlar bo'limini ko'rib chiqamiz. Qani, sizlar tayyor bo'lsalaring, biz boshladik. Fayzimizni bersin. Demak, birinchi bo'lib biz yangi yashik qo'shib olamiz. Yangi yashikni bu yerdan qo'shamizda va nomini vazifa rasm deb yozib qo'yamiz. Masalan, rasm deb yozdik. Endi type, ya'ni bu yashigimiz qanday ma'lumotlarni saqlaydi? Albatta, bu yashigimiz rasm ma'lumotlarini saqlaydi va inglizchalab bu image hisoblanadi. Buni basic, ya'ni oddiy funksiyalardan tanlab olamiz. Mana image qismi bor. Imagedan tanlab olamiz va save qilamiz. Save qiladigan bo'lsak, bizda bo'sh joy ochiladi va bo'sh joyimizga ikki marta ezadigan bo'lsak, bizda mana bunday oyna ochiladi. Bu oynamiz bizda 3 ta qatordan iborat. Bu qatorlarni men hozir sizlarga birma-bir tushuntirib beraman. Birinchi qatorimiz upload, ya'ni bu inglizchadan tarjima qilinganda yuklash. Bu yuklash degani, ya'ni sizni o'zingizni mobil qurilmangiz yoki o'zingizni kompyuteringizdagi ma'lumotlarni shu bazangizga yuklab qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, ko'rsatamiz. Buni ezadigan bo'lsangiz, o'zingizni ma'lumotlar bazangizga kiradi. Ma'lumotlar bazasidan birorta rasmni tanlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, vazifalar degan bitta rasmni tanlab qo'ydim. Xo'p, endi bu rasmni keling o'zgartiraylik. O'zgartiradigan bo'lsangiz, 2 marta ezadigan bo'lsangiz, bu yerda qalamcha chiqadi. Buni ezadigan bo'lsangiz, siz o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda from URL, ya'ni URL degani bu link, ya'ni har bitta ma'lumot internetda o'zini linkiga ega hisoblanadi. Masalan, oladigan bo'lsangiz, bizning dasturimiz ham bu yerda mana o'zini linkiga ega va undan tashqari sizlarda boshqa ma'lumotlar bor. Masalan, videolar yoki rasmlar yoki har xil saytlar, dasturlar hammasi linklardan iborat bo'ladi. Va shu link orqali siz o'sha ma'lumotni tortishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, real hayotga bog'laydigan bo'lsangiz, bu oddiy qilib tushuntirilganda pasport seriyasi yoki pasporti hisoblanadi. Masalan, birorta odam sizni GAI xodimi yoki ichki ishlar xodimi sizni to'xtatsa, ularning maxsus plansheti bor, ma'lumotlar bazasi. Ma'lumotlar bazasida sizni albatta pasportingizni ma'lumotlari ham bo'ladi. Masalan, oddiy qilib skanerlaydigan joyga qo'lingizni qo'yadigan bo'lsangiz, siz haqingizdagi ma'lumotlar, sizning rasmingiz, qayerda tug'ilgan yilingiz haqidagi ma'lumotlar kelib chiqadi. Xuddi shunaqa bizda masalan birorta internetdagi rasmni hammasini linki bo'ladi. Linkini bu yerga qo'yadigan bo'lsangiz, u link orqali bizning dasturimiz u rasmni tortib berishi mumkin bo'ladi. Hozir sinab ko'ramiz. Masalan, mana bu yerdan plus belgisini qo'shadigan bo'lsangiz, Google'dagi yangi oyna ochiladi va yangi oynaga masalan aytaylik to-do list, mana to-do list yozgan ekanmiz. To-do list degani qilishingiz kerak bo'lgan ishlar ro'yxati images qismiga o'tib turib, birorta sizga yoqadigan rasmni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Masalan, menga mana rasm yoqdi deylik. Mana shu rasmni endi biz nima linkini olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz ushbu rasmni oldiga olib borib turib, o'ng mushkani ezadigan bo'lsangiz, bu yerda har xil sizga variantlar chiqadi va bu yerda kopировать URL kartinki, ya'ni sizni bu rasmni linkini nusxalash mumkin bo'ladi. Buni ezadigan bo'lsak, nusxalandi. Bunga programmamizga qaytamiz va bu yerga qo'yib olamiz. O'ng mushkani ezadigan bo'lsangiz, yana styles degan joy ochiladi yoki Ctrl va tugmalar orqali ham qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Styles qiladigan bo'lsangiz, mana qo'yildi. Endi save qilib olamiz. Save qiladigan bo'lsangiz, mana ko'rib turganingizdek, ushbu rasmingizni hozirgi mana
rasmimizni hozir mana tortib berdi. Xo'p, bu rasmimizni ko'rib chiqdik. Endi 3-qismiga o'tamiz. 3-qismi bu stock image. Ya'ni hozir maytdan Google'dan axtardik, plus belgisi orqali qayerdan linkni olib kelib bu yerga qo'ydik, to'g'rimi? Bu ham foydali hisoblanadi, lekin bu yerda jicha osonroq yo'li bor. Bu osonroq yo'lini bitta minus tarafi bor. Ingliz tilini sal-pal bilishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu yerda faqatgina inglizcha so'z orqali siz axtarishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, birorta rasmni axtaradigan bo'lsangiz, aytaylik, vazifamizning nomi birinchi dars ekan. Endi yozamiz lesson deb. Lesson deb yozadigan bo'lsangiz, mana bu yerda har xil rasmlar chiqib keladi va birortasini tanlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, ayta kompyuter rasmi bor ekan, va shuni tanlab qo'yamiz. Mana tanlab qo'yadigan bo'lsangiz, bu yerda rasmingiz chiqib turadi. Ko'rib turganingizdek chiqib keldi, mana rasmingiz ko'rinib turadi. Xo'p, bugungi darsimiz uchun shular edi. Bugungi darsimizda demak rasm bo'limini ko'rib chiqdik. Rasmlarni qanday qo'yish mumkin va qanday turdagi rasmlar bo'ladi va ularni urug'lasi haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Biz keyingi darslarimizda endi muddati, ya'ni har bitta vazifamizga biror bir muddat berish orqali ularni oxirgi muddatini belgilaymiz va qancha vaqt qolganini ko'rib turish mumkin bo'lgan yaxshigina, ya'ni yana bir qatorni qo'shishni o'rganamiz. Dars yoqqan bo'lsa, g'oyatda xursandmiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.